Qizlar buni qaranglar, sizlarga buni aytib bermasam bo'lmaydi. Menga menga klientim tomonidan hadya keldi padaqa. Klientim menga yozdilar, aytdilarki, oldin siz ishlaringizni ko'rib chiqdim. Akkuratni, xudo xohlasa rasmdagi chiqadimi dedilar. Ha, hammasini o'zimiz ham rasmdagi bo'ladi dedim. Lekin menga aytdilarki, sizdan oldin 3-4 joylardan zakaz qildik, bizga kelyapti. Viloyatda Toshkentda bo'lsa nima qildingni olib bersa bo'ladi. Viloyatda pochta puli chiqaruvchilar bo'lib ketadi. Viloyatga zakaz qildim dedilar, bir hafta kutdim. Yetmaganiga, neakkuratni puzirkalari qolib ketgan, qo'lga qisib nag'atib o'tirib, mana aytadi, bijir joylar bor. Silliq emas, deydilar. Shunaqa qilib bering, zo'r bo'lsa menga yoqsin dedilar. Gullarni ham shaffof bo'lsin deb, 5 yil atmosfera bo'lsin. Zo'r gullar tanlab bering deb o'zim men buketda gullarim bor edi. O'sha gullarimdan quritib, shunaqa chiroyli qilib berdim. Rasmini qo'yib qoldim. Yubordim klientim o'zlariga, o'sha yoqdi dotirada, вообще zo'r bunaqa ish ko'rmaganman. Yo'q. Ish qilib juda ham bir xursandchiliklarini aytib beradilar. Pochtadan oldim, kelaman uyga deysa, uyga kelganlar ko'chaga chiqib kutib turarlarini. Bu eshitib shunaqa xursand bo'lib ketdim, adam hayajonlanadi. Keyin menga shunaqa narsa qilib hadya qilib yuboribdilar. Ko'nglimga chiqarib berdi. 3-4 joydan olganimda shunaqa bo'lmagan edi deb menga shu narsani hadya qilib yuboribdilar. Bu уже 52-53 marta klientlarimdan olgan hadyam. Klientim menga atir-atir qilib zo'r chiqdi.